Shunisi zo'rdayam. Bitta tashog'iz bo'lgan, kirragan tashog'izimsa mana jonim mana. Eng kami 100. Ye, xudojonim qo'shiq aytyapsizmi? Arshik qilyapsizmi siz artistjon? Artistlik qilyapsizmi? Salom Nargizichka. Qaliyasiz yemshak yomon katta ekan. Dana shunaqa shunisi zo'rdayam. Gurbonji xara geli. Geli. Varaba mandela. Mayli, xudo. Kartasang lichka dedi. Men lef aka, nimaga akajon olib berasiz, biroz olib berasizmi? O'g'ilcham kiyimini tashab ketman dedi. Gasinsaga Toshkentda. Kiyimcha olishim kerak. Olib bering onasini sizki. Olib bering onasini, endi kiyimchalari qolib ketganda, o'g'il bola. Kiyimlari kamayib qolgan, pizziz kiyimi ko'p edi. Xotiramga kirganda qo'ydingmi suv? Qanaqa u? Shimshi. Masta qilyapti o'g'lim. Bitta shavering o'zingiz ichiraman, alohida. Ha, xudoga shukr, tayin hamma narsasi bor. Bizga o'xshab kambag'al hayotda yashamayapti o'g'lim. O'g'lim baxtli, mazza qilib yashayapti. Onasini siz davringizda nima bo'lgan? Bitta tashog'iz bo'lgan, kirragan tashog'izimsa qo'tag'izam bo'lgan. O'g'limni hamma narsasi bor shaxsiy. Hali o'g'lim 6 oylik. Uyi, mashinasi, o'zining shaxsiy basseynlari, o'zining shaxsiy garderobi bor. Sizda nima bo'lgan o'sha davringizda? Yasiga 5 yoshga kirganingizda ham, 13 yoshga kirganingizda ham jalab o'zingiz shaxsiy turistingiz bo'lmagan. Ukangizligini, akangizligini, yo bo'lmasam xolingizni katta o'g'illigini kiyib katta bo'lgansiz. Onangiz siz qo'tag'imga xuyet qilasizmi jalab? Buyizni ammingizni butun avlodingizni kiyimini kiyib katta bo'lgansiz. U qo'taga xuyet qilasizmi? Mana o'g'ilcham kiyimdan ko'rasizmi? U buni davrida jalab ikkita kiyimingiz bo'lgan. Hali ham pastda hali unaqada mana qilib olib kelganim, kir mashina olib kelgan pastga turibdi. Onasini siz buni davrida jalab butun qarindoshlaringizni kiyimini kiyib yurgansiz. U jalab butun mahallangizni, yetti avlodingizni kiyimini kiyib yurgansiz. Kimniki mayda bo'lsa shunikini kichkirayib qolsa. O'g'lim birovnikini kiymaydi, birovga beradi meni o'g'lim. Men ortiqcha kiyimlarni men beraman odamlarga. Biznes kiyimlar kiyasiz. Sizni jalab bu qatorligingizda jalab osilgan qo'tag'ingizdan boshqa hech narsa sezilmagan. Tuxumchingiz bo'lgan bitta chirrigan. Biznes narsalar kiya o'g'lim, komplekt, naborni kiyimlar kiyadi, xudoga shukr. Siz jalab nima bo'lgan? Buni yoshida jalab bitta tuxumingizdan boshqa hech narsa sezmagan. Shunda ham ammingizni o'lib ketgan buvingizni, tog'ingizni kiyimlarini kiyib yurgansiz. O, butun avlodingizni, yetti avlodingizni kiyimini kiyib katta bo'lgansiz. Hamma kiyimi naborcha, komplektcha kiyimlar bor o'g'limni. Qimmat. Xudoga shukr. O'zining shaxsiy garderobi, o'zining xonasi bo'lgan. Sizning nimangiz bo'lgan? Bu yuzda ammasidan qolib ketgan, adingiz o'lib ketsa, adingizni balasini, nevarasini chacha kiyimini kiyib katta bo'lganingizcha. Bu kichkina holiga hamma narsasi bor buni. O'zi hali kichkina, cho'choqcha ishdan tushunmaydi, lekin hamma narsasi bor. Mana o'zining uyi mana shu katta hovli. Bitta o'g'il, bizani aka-ukamiz yo'q, bu uyni o'zim qilganman, shaxsiy uyim o'zimni, katta hovlisi bor o'g'limning, mashinasi bor o'g'limning tagida. Sizni qo'tag'ingizdan boshqa hech narsangiz yo'q. Haligacha даже 40 ga kiryapsiz jalab 5 yil, 15 yildan beri Rossiyadasiz, lekin ishingizga erishmagansiz. 15 yildan beri Rossiyadasiz, hali bitta o'zingizni nomingizga sabstilni uyingiz yo'q jalab. Otangizni chol devorini remont qilib qo'yasiz 2 yilda bir marta. O'g'lim 6 oylik, hali kichkinacha-da, katta hovlisi bor, mana katta hovli, mashina turibdi uy tagida. O'zimniki hammasi. Meniki bo'lganiga kim yo'qoladi? Akasi yo'q, ukasi yo'q, o'g'limnikida hammasi, shaxsiy o'zinikida o'g'limmi? O'zining xonasi to'la kiyim, boya kirmoshina olib kelgan kiyimlarni turibdi, to'la. Polli stil.
Siz avlodingizni kiyimini kiyib katta bo'lgansiz. O'zini shaxsiy kiyimlari, o'zini shaxsiy narsalari bor, hamma narsasi bor. Kichkina holiga hamma shuncha narsasi bor o'g'limni. Sizni jalab shaqillagan tashlozimni qo'tag'izni mana hozir tan olinglar. Mana 50 ga kirgan erkak o'tiribdi efirimda hozir 40 ga kirgan. 40 ga erkak o'tiribdi, 40 yoshda hali bitta o'zini shaxsiy uyi yo'q-da. O'sha 40 ga kirgan erkaklarni hali ham Rossiyada ushlaydi jalab 2 yilda bir marta inoq qiladi. Otasini uyini remont qilib beradi. O'sha otasining uyi ham buvasidan qolib ketgan. Ha oğlum. Mana. Ha salam canım, erketoyim, mana şirinim, mana şirinkam, mana şirinim, mana canım, canım. Taşadıysan yiyorgen. Kaçan kuşiyan istonmaya şeytan sos geçebilir. Kaçan kuşiyan soğumalısın savol. Kaçan kuşiyan sen? İslamıysan gördün mü? Ben kuniga ishlataman $100 rasxod qilaman. Uydan chiqsam chiqmasam $100 ishlataman. Kuniga rasxod qilaman. Hozir sen kartamga ko'rsataman senga rasxodimni. Chichivarasan ko'rsang. Kuniga ishlataman. Kuniga oborotim bor. Eng kami 100. Qachon go'shigan yeysan bor? Ha jonim. Qachon go'shigan? İstolmaysan jalab kiyib ol. Meni orttirdi. Endi seni fohisha onang orttirib yuradi. Xudoga shukr.